Men ismim Qahramonov O'tamurod. 2016-yil iqtisodiyot kollejini tamomlab, mana shu bog'ni tashkil qildim, dehqon xo'jaligi qilib. Bu bog'imizga mayizbob navlardan ekkanmiz. Asosiy bizning Qo'shrabot tumanimizda yaxshi bo'ladigan mana shu gigant degan nav, urug'siz, mayiz bo'yicha eng birinchi o'rinda turadigan nav va qora kishmish navlarini ekkanmiz. Mana hosillarimiz ham bu yil yaxshi bo'lyapti. Keyin bu bog'imizni shpallerga ko'targanmiz biz. Odatda bizning tumanimizda toklar yer tok hisoblanadi, yer tokda yetishtiriladi. Endi buni yangilik qilib biz shpallerga ko'tardik. Maqsad uzumning sifatini yaxshilash maqsadida hamda hosildorlikni oshirish maqsadida. Bu shpallerning afzalliklari yer tokka nisbatan buning ichiga texnikada ishlov berish osonlashadi. Hamda uzumlarga ham dorilash, buni xomtok qilish jarayonlari osonlashadi. Uzumni nazorat qilib turish imkoniyati bor. Hosillarni ko'rib turamiz, ko'rinib turadi. Hamda uzumning eng muhimi sifati yaxshilanadi. Donlar yirik bo'ladi. Keyin buni tomchilatib sug'orish qilganmiz. Biz joyimiz adirlik joy, qiyalik joy, tepalik bo'lganligi uchun tomchilatib sug'orish qildik. Suv tejash texnologiyalaridan foydalanib, ham bunda uzumlar bir xilda rivojlanadi, bir xilda oziqlanadi, bir xilda sug'oriladi, hamda suv sarfi ancha tejaladi. Kam suv bilan ham ko'p joyga uzum yetishtirsa bo'ladi. Mana hosillarimiz gigant navi bu. Mana donlari ham juda yirik, mana donlari. Bu gigant ichida urug'siz, mayiz bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Uni mayizi ham shu 100 mingning tepasi 400 minggacha 1 kilosi bahosi shunday, sifatiga qarab. Don yirikligi. Buni daromadi eng yaxshi daromad beradigan navlardan mana shu gigant navi. Sifatli qilib yetishtirsa, masalan 1 gektardan 1 tonna mayiz olsa 100 mingdan sotsa ham 100 million so'm pul bo'ladi. Sifatli qilib yetishtirsa. Bu yer tokka nisbatan bunda hosildorlik ham yaxshi, sifat ham yaxshi hisoblanadi. Masalan, sifatsiz mahsulot qilib 4 tonna mayiz olib bozorga olib chiqib 20 ming so'mdan sotgandan ko'ra sifatli qilib daromadni qilish kerak. 100 ming, 200 ming, 400 minggacha bor mana shuning mayizning kilosi. Endi bu bog'imizning maydoni 80 sotikga tashkil qilganmiz. Boshlab 20 sotikdan boshlaganmiz, keyin qo'shib borganmiz. Qolganlari hali shu yildan endi nishonli hosil ko'rsatyapti. Mana shu 20 sotiqdan 100 million daromad mo'ljal qilyapmiz shu yil. Eng birinchi navbatda shu uzumning sifati yaxshi bo'ladi-da. Shu maqsad sifatga e'tiborni sifatga qaratganmiz. Yer tokda ham endi yaxshi bo'ladi. Bunda hosillar yuqori bo'ladi-da yer tokka nisbatan. Ham yer tokda ichida ishlov berish qiyin, yer tokka orasiga texnikada ishlov berish qiyin. Qo'l mehnati ko'p. Endi bu shpallerimizda hosil yaxshi bo'ladi yer tokka nisbatan. Endi yer tokda uzumlar asosiy qismi yerga tegib turadi va sifati past bo'ladi. Yerga tegib turgan tarafi rangi ham yaxshi olmaydi. Mana shpallerda mana bir xilda rang olgan. Hamma tarafi bir xilda. Hamda keyin yer tokka kasallanish uzumda ko'p bo'ladi va havo yaxshi aylanmaydi. Bunda havo yaxshi aylanadi uzumga, shabada yeb turganligi uchun rangida ham farqi bo'ladi. Yer tokka nisbatan ham yer tokda keyin ishlov berish ham qiyin agrotexnika. Xomtok qilish jarayonlari, ichini ham qo'l kuchi bilan mehnat qilish kerak ishlov berishida. Bunda texnikada qilamiz. Shpallerda. Keyin bu bog'imizni tomchilatib sug'orish qilganmiz. Eng birinchi navbatda suv tejash, hozirgi dolzarb mavzu bo'layotgan suv kamligi hisobiga suv tejash ham uzumlarda har bitta tupiga bir xilda suv yetib boradi, nazorat qilish mumkin. Ariqda sug'organ vaqtlarimiz suv sarfi ko'p bo'lardi, ham ariq qatorning bosh tarafi yaxshi suv ichganligi uchun uzumlar g'ovlab ketardi. Oxirgi taraflariga suv yaxshi yetib bormay, yaxshi rivojlanmay qolardi. Hozir bu tomchilatib sug'orishda bir xilda suv ichadi, ham mehnat ishchi kuchi ozayadi. Bunda faqat shu nasosni qo'shamiz, o'zi ichaveradi. Ariqda sug'organ vaqtimiz bo'lni nazorat qilib turish kerak edi. Ketmon ko'tarib, uni sug'orishda suvni tarab turmasa, bunda anchagina ishchi kuchi ham kamaygan. Endi bu bog'ni boshlab shpallerga ko'targanimizda bizda mablag' yetishmaganligi sababli shpallerda yog'ochlardan mana bunaqa yog'ochlardan foydalanganman. Shpallerga ko'tarishda boshida. Endi bularni ham daromadidan sekin-sekin beton stolbalarga almashtiramiz. Keyin quyosh panel qo'yish rejalarimiz bor. Hozirgi kunda ko'proq suv chiqarish, yana bog'ni kengaytirish maqsadida. Ham chetdan yangi navlar kirib kelyapti. Ularni bog'imizda sinov qilib ko'ryapmiz. Yangi navlarni ko'paytiryapmiz. Mana shu butun dunyoda o'zi urug'i yo'q navlarga talab yuqori bo'lyapti hozirgi kunda, kishmishbob navlarga. Hozirgi kunda ham bir 20 dan ziyod kishmishbob navlarimiz bor. O'shalarni ham sinovdan o'tkazyapmiz.